Rahmat. Endi siz dam olib turasiz. Ben Marhamat. davom etaman. E'lon qiling meni. Ortiq Sultonov! Ortiq Sultonov! Salomat bo'linglar. Endi mana birgalikda qilingan ijodni birgalikda yozamiz. Biroz osonroq. Chunki yakka gapirishda hamma o'ziga gapiradigan gapni o'zi topish kerak. Shuning uchun men so'nggi daqiqagacha ham nimani gapirsam degan o'y kallada aylanib turadi. Hozir kelyapsam o'g'lim aytdi, "Dada, bugun nimadan boshlaysiz?" dedi. Bir latifa esimga tushib ketdi. Xullas, apandidan bir kishi so'rabdi Xo'ja Nasriddin, "Siz endi juda dono insonsiz, hamma narsadan bilasiz. Shu o'rmonning o'rtasida namoz o'qib o'tirgan bo'lsam, men namoz o'qib o'tirgan bo'lsam, oldimdan bir bahaybat yo'lbars o'tib ketsa, nima qilay? Namozni to'xtatayimmi yo o'qiyaverayimmi?" desa, Nasriddin apandi o'ylab turib, "Tahoratga qaraysiz" debdi. Bilar ekansiz, shu savolni davomi. O'sha yo'lbars sizni oldingizdan chiqib qolsa, nima qilardingiz desa, "Men nima ham qilardim, nima qilsa yo'lbars qiladi-da" deymish. 20 yil, 25 yildan beri sahnada sizlarga hazillarda, hangomalarda aytibmiz, o'ylab qarasam hech apanda aytmabmiz. Nima uchun? Birinchidan endi mana shu yerda hozir xohlagan odamni o'rnidan tursangiz, ikkita apanda biladi. Xalq ichiga singib ketgan. Lekin shunday bo'lsa ham ba'zi birlarini aytsak, odamlar kuladi, demak eshitmagan yangilaridan desak bo'laveradi. Masalan, apandi do'stiniki mehmonga keladi-da, xotini sirgirish qiladi, mezmonning xotini kapirda aylantirayotganda sal notekis aylantirib yuboribdi shekilli. Hali saryoq shundoq apandining oldiga oqib borib turgan emishda. Mezmon xasroq ekan, qarab turibdi deb o'ylab topganini qarang, apandiga qarab, "Do'stim, bu oldingi yil qiz chiqardim, kelmadingiz" debdi. O'ziga araq ochib, "O'g'il uylantirdik, kelmadingiz, falon qildik", qarasa yo'q, chaqirib ketyapti. Apandi emasmi? "Ey do'stim, butun hayot mana shu alg'ov-dalg'ov bo'lib ketib qoldi-deng. Oling" deymish. Endi mana 14-yil, 15-yil deb boshida gapirdik. Aytilmagan yana bitta narsa qo'y yili ekan 15-yil. 15-yilda men haliga bashoratchilarning nimasini ko'rdim. Qani nima bashorat qilinyapti? Hammasida takrorlanadigan narsalardan men sizlarga aytadigan bo'lsam, masalan, qo'y yili, qo'y yuvosh bo'lgani uchun yuvosh keladi yil deb aytilibdi. Ikkinchisi endi qo'y barakali hayvon bo'lgani uchun yil barakali keladi degan gap ham ko'p takrorlanibdi. Ilohim shunday bo'lsin. Keyin juda yana ko'p takrorlangan gap haliga sog'liqqa e'tibor beringlar degan gapni ko'p takrorlabdi. Endi u bashoratchilar aytsa aytmasa sog'liqqa e'tibor berishimiz kerak o'rtoqlar, hammamiz ham. Endi qizig'ini qarang, insonning organizmini. Odamning sog'lig'i tishga bog'liq ekan. Agar tish sog'lom bo'lsa, odam sog'lom hisoblanar ekan. U qassoblar bekorga mollarni og'zini ochib tishiga qaramas ekan, nima qilib? Bilar ekan shu tish sog'lom bo'lsa, odam sog'lom hisoblanar ekan. Shuning uchun vaqtida qarash kerak. Hali bir hazil bor vaqt haqida. Masalan, 18 yoshli qizga kuyov bolani gapirsangiz, kuyov kelibdi, kuyovga beryapti sani desa, qiz nima der ekan? 18 yoshli qiz qanaqa u deb so'rar ekan, qiyofasini so'rar ekan, govdasini. 25 yoshli qizga kuyov haqida gapirsa, kim u der ekan? Topish tutishi qanday der ekan? 35 ga kirgan qizga kuyov haqida gapirsa, padariga la'nat, qani u der ekan. Bir ruschadan tarjima qilingan latifa, shu hozir aytganga esimga tushib ketdi. Shuni ham aytib berasizlarga. Xullas, ikkita qiz bitta uyda yashashar ekanda, turmushga chiqmaslikka qaror qilibdi aka ular. Shu mashida umrimizning oxirigacha ikkomiz yashaymiz deb, bitta mushugi ham bor ekan. Endi shu nima? U mushuk o'lgur har bahor mavsumi kelganda miyovlab o'zini u yoqqa urar ekan, bu yoqqa urar ekan. Hamdardlik nuqtai nazaridan uni ham chiqarmas ekan ko'chaga. Bechora mushuk o'zini chiqib shkaflar ustiga tashlaverar ekan. Rizqlarga borib qo'lni tiqar ekan mushuk. Chiqarmas ekan lekin. Bir kun vaqtda qarang, endi dugonalaridan bittasi bir yigit yaxshi ko'rib yerga tegadigan bo'lib qopti. Ikkinchisi xafa bo'lgan ekan, dugonajon xafa bo'lma, men to'y safariga ketyapman, qaytib kelganda hammasini gaplashib olamiz. Men telefon qilaman deb ketibdi-da, bir hafta yo'q ketibdi. 10 kun bo'pti, 10-kuni SMS ketib, ochib o'qisa, dugonajon, taqdiring o'z qo'lingda, lekin mushukni qo'yib yubor deb yozgan ekan. 15-yilda yana bitta zo'r ish bo'ldi. Keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilinganligi.
Bu yerda juda katta hikmat bor. Biz bularda qanchalik e'zoz qilsak, o'rtoqlar, ertaga farzandlarimizdan bizga shunchalik qaytadi. Shuning uchun bularni hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak. Ular o'tirishini qarang, nuroniy shekillari, bir-biridan chiroyli. Bularni duolarini olib qolishimiz kerak, o'rtoqlar. Iloyim hammamiz shu yoshga yetaylik. Duogo'y bu qarish hammamizga nasib qilsin. Hali bir farg'onalik ustoz qiziqchimizning repertuarida bir hazil bor. 5-6 ta ulpatlar choyxonada o'tirgan bo'ladi-da, unda qarasa qo'shni so'rida bir otaxon o'tirgan ekan, ko'zi uchib, "Ha ota, juda chiroyli o'tiribsiz. Havosim keldi, yoshingizni ichida 93 ga kirdim bolam. Ya biz ham sizdek bo'lib yuraylik, bitta duo qiling ota" debdi. Otaxon qo'lini ochib, "Ilohi amin. Qo'yinglar menga o'xshab, o'zingizga o'xshab yuraveringlar" debdi. Otaxon shunaqa qilmaganda, 93 yosh, havosimiz ketdi. "Bitta duo qiling otaxon, biz ham sizga o'xshab yuraylik." Pajalista. "Ilohi amin. Qo'yinglar menga o'xshab, o'zingizga o'xshab yuraveringlar" debdi. Shunaqa qilmaganda, bitta duo qilingmi? Duo qiyin emas. "Ilohi amin. Menga o'xshab sizlar ham 93 ga kiringlar, lekin aytib qo'y, ichida 15 yil qamag'i ham bor" deymish. Otaxonlarimizda, ayalarimizda, ulug' yoshlariga hammamiz yetaylik. Bularni e'zozlab, bularni duolarini olib yuraveraylik. Salomat bo'linglar. Keksalarimizga, qariyalarimizga bitta chiroyli qarsak bo'lsin mana shu yerda. Bir rivoyat qaysi kun internetda o'qidim, oldin shuni aytmasammikin dedimki, qaror qildim aytishga. Nima uchun? Sababi vafo, sadoqat haqida gapirganda ko'pincha ayollar timsol qilinadi. Xullas kalom voqea shundayki, bir yigit uylanadi, orada ancha vaqt o'tadi, farzandli bo'ladi, safarga chiqib ketadi. Safarga ketgan paytda onasi telefon qilibdi, "O'g'lim, sen safarda paytingda xotiningning yuzidan bir yara chiqdi. Shunaqangi xunuk bo'lib qoldi, ko'rib ko'ngling buziladi. Shuning uchun sen kelguncha shu xotiningga javob beraver, emas yo'q aya" debdi. "Indamang" debdi. "Men o'zim boraman" debdi. Qarang, qaytib kelayotganda boy yigitning ikkita ko'zi ojiz bo'lib qolibdi, ko'rmay qolibdi. Kelib o'sha ayol bilan 40 yil yashapti. 40 yildan keyin ayolni kuni yetib olamdan o'tgan, qabrga qo'ygan, hamma ketibdi, bu er ketmay turgan ekan. Bir do'sti ketayotib esiga tushdi. "Ya buni tashlab ketsam, uyiga qanaqa ketadi bu? Nima bo'lsa ham olib ketaman" deb tursa, "Bor ketaver" debdi. "Qanaqa ketasan, ko'zing ojiz" desam, "Meni ko'zim ojiz emas" debdi. "Nimaga bunaqa qilib yurding 40 yil" desa, "Mana shu ayolning hurmati uchun shunday qilib yurdim" debdi. "Meni xunukligimni yerim bilmadi deb xursand bo'lib yashadi. Men shunga xursandman" debdi. Qarang, shunaqangi erkaklar ham bor ekan, o'rtoqlar. To'g'ri, endi hozir qaydaligi noma'lum. Bor. Hammamiz ham bola chaqa deymiz. Mana davrda sharofati bilan chet ellarga borib yoshlarimiz o'qiyapti, ko'plar borib ishlab kelyapti. 4-5 yillab ishlab kelyapti yigitlarimiz. Bizning qishlog'imizda bir akamiz bor. Men o'zi qishloqdagilarni oldin otini aytar edim, keyin bir-ikki xafa bo'lgandan keyin umumiy qilib aytaveraman, lekin baribir qishloqdagilar sana aytdi der ekan. Borganda aytadi, "Meni gapirding. Ismingizni aytmadim olsam, baribir bildim, meni voqeamda aytding-ku" deydi. Endi birpasda gap tarqaytdi. Rossiyaga ketuvdi deb eshitdim. Bir 15 kundan keyin qarasam, yuribdi qishloqda. "Ha aka" desam, "Keldik" deydi. "Turovga ketuvdingiz-ku, darrov qaytib kelibsiz" desam, "Xotin pul jo'natmadi uka" deydi. "Xotin pul jo'natganda yo'q, men qattiq yurardim men" deydi. O'zicha qiziq tabiat u odam. Menga aytadi, "Ortiqjon" deydi, "o'g'ilcha institutda o'qiyapti. Ana shu o'qishni bitirguncha mana uydagi ikkita qizni bo'yi cho'zilib qoldi. Men shu ikkita qizni dab qilishim kerak" deydi. Erga berib olishim kerak demoqchi-da. Ya sizlarga endi quloqqa o'rganish bo'lib qolgan. Tasavvur qilinglar, chet ellikka mana shu gaplarimizni primoy tarjima qilib bersa qanaqa ta'sir qiladi. Gap qarang, Abdurahimning qizini kelin qilmoqchi bo'lyapman o'g'limga, lekin qo'lim kaltalik qilyapti-da. Tasavvur qiling, o'rusga tarjima qilsa, "Он хочет женить своего сына, дочь Абдурахима, но у него руки короткие". Va hayron bo'ladi, "Prичем руки" deb. O'zimman gaplarimiz qiziq. Mana Samarqandga qarab ketaversak, yo'lda g'allar olda olma sotib o'tirgan ayollarni ko'rib qolamiz. Bizlar ko'rib, "Voy, ayna? Ayna?" va "Aylanayin" degani. "Yaxshimisan, ayna?" Bizning yonimizda bir qishloq bor. Ular "Allingizga o'lay" deyveradi odamga. "Allingizga o'lay, allingizga o'lay, endi oldingizga o'lay" degani. Eng qizig'i, bir 2 oycha bo'ldi, Forijda bo'ldi. Endi haligi tadbirga bordik, Astanovkada kutib turibmiz endi tadbirning egasini kelishini. Bir mashina shunda o'tishini to'xtadi. Shuna orqaga qaytdi. Shunda qarasam, bir yigit o'tiribdi, yonida bir kampir shuni menga qaratdi. "Sen haligi televizorga chiqadigan bola emasmi?" dedi. "Ha" desam, "Ya men sening muxlisingman, qoqay."
Bilmayman, jonimni qoqaydiganim endi bu. Uncha qisqartiribdi. Gapimiz qiziq. Akamiz sahar uyga kelibdi-da, sekin kirib, endi kiyimlarni yechayotgan ekan, xotin uyg'onib ketdi. Soat 3 bo'ldi, 4 bo'ldi, qayda yuribsiz? Desa, katta xolangnikida yuribman. Ishga ketyapman. Chiqib ketgan ekan. Oila haqida gapirganda, mana bugun mualliflarimiz ham shu yerda o'tiribdi. Boya ichkarida ozgina suhbat ham qildik. Murod Ali O'tamari degan muallifimiz bor. U kishi menga ko'p she'r yozib beradi. She'rlar ham jubr, balki originalli she'rlar. Fildan pashsha yasasa bo'lar, pashshadan fil yasa bo'lmaydi. Filday xotin bilan yashasa bo'lar, pashshaday er bilan yasha bo'lmaydi. Metin bir er xotin degan temalarda yozing shoir dedim. O'zi ham erinmagan odam 30 kupletdan yozib kelibdi. Endi hammasini o'qimayman, sizlarga eng qiziq joylarda o'qib beraman. Masalan, erkak. Erkak nima? U oddiy bir batinka. To'g'ri kelar duch kelgan har xotinga. Yurib turib loy chaplasa aptinga, demak bilki erkak shunday bo'ladi. Xotin joyidan. Xotin nima? U oddiy bir bakalashga. Juda qulay ko'p narsani saqlashga. Bir kun yetar, bir oyliging sarflashga, demak bilki xotin shunday bo'ladi. Eng qiziq joyi. Chorshanbada chor atrofni supursa, payshanbada xushomad qilib o'tirsa, juma kuni basharangga tupursa, demak bilki xotin shunday bo'ladi. Ichib kelsang chiqib uyni tomiga, janjal qilib, aras qilib nomiga, ketib qolsa onasini yoniga, demak bilki xotin shunday bo'ladi. Bu she'rda eshitib, yana bir muallifimiz bir she'r esimga tushdi ham aytib berasizlarga. Xullas, endi men o'zim umuman haliga qiziqchilar muammolarni ko'tarishini tarafdor emasman. Qiziqchini vazifasi kuldirish. Lekin ba'zi bir narsa shu jamiyat a'zosi bo'lganimiz uchun bizga ham ta'sir qilmay qolmaydi. Mana masalan, shim masalasi. Qizlar ko'ngillariga tegmasin. 20-asrlarda shim erkaklarning kiyimi hisoblanardi. Hozir bu erkaklarning kiyimi bo'lmay qoldi. Hozir shim o'lgurdi ham bir xil qizlar normalni kiyimayapti-da, opa. Mana yag'ini beqarab yirtadimi? Bu yag'ini beqarab buni tushirib oladimi? Mana yag'ini birisi yopishtirib oladimi? Shularni ko'rib bir she'r ustozlar repertuarida esimga tushdi. Xullas, shimsiz hayot bo'lmas tasavvur, shimni kiyish erkakka xosdir. Ana qizni bir qarang. Shim kiyishni o'ziga qilibdi kasb, shim ichidagi oyoqda qarang, go'yoki ichakka solingan hasib. Tizzasida yomoq, poychasida yomog'i ham, modasi ham qurib ketsin, tepaga ham soldiryapti charimdan yomoq. Hayot bunday ketaversa biz erkaklarga qiyin. 4-5 yilda biz erkaklar shimsiz qolamiz. Ama qizlar shimimizni tortib olishsa va erkaklar yubka kiyib qayga boramiz? Yubka sovuq, buni mana kiygan biladi. Tagi katta ochiq, undan huvlab sovuq kiradi. Biz erkaklar sovuqqa yo'qmini bilasiz, agar bir oy yubka kiysak aniq o'lamiz. Agar erkaklar o'lmasin, yashasin desa, qizlar yubka lozimda yursin, shimdi esa do'stlar faqat erkaklar kiysin. Shularni o'qiganimda eshitib, yana bitta muallifimiz u kishi ham she'rda o'tiribdilar, Abdurazzoq Obro'y. U kishi ham she'r yozib berdilar. Endi men aytdim, hammasini she'r qilmaylik, bir qo'shiqqa solaylik, musiqa qilaylik dedik. Bir hazil qo'shiq dunyoga keldi. O'zbek qizi deb nomlanadi. Qani, ketdik. Atlas ko'ylak kiyib, atlas lozimda, Farg'ona, Buxoro, yo Xorazmda, ko'chani to'ldirib yursa zimda, o'zbekni qiziga qaramaydi kim, o'zbekni qiziga yarashmaydi shim. Qo'shqoqda o'rilgan boshda ro'moli, har joyda hamisha hayo iboli, ko'rganda o'rmalar tanda chumoli. O'zbekni qiziga qaramaydi kim, o'zbekni qiziga yarashmaydi shim.
Bizning ishimiz yo'q ko'zi suzuklar. Ko'zi suzuklarni fikri buzuqlar. Barcha go'zallardan o'zi tuzukda. O'zbekning qiziga qaramaydi kim? O'zbekning qiziga yarashmaydi shim. Yo'limizni to'sib yotib olmaslar. Boshlariga og'oz sotib olmaslar. Yo'q shimimizni tortib olmaslar. O'zbekning qiziga qaramaydi kim? O'zbekning qiziga yarashmaydi shim. Tanasin ko'z-ko'zlash unga begona. Odobdir, axloqdir unga dugona. Go'zallar ichida tanho yagona. O'zbekning qiziga qaramaydi kim? O'zbekning qiziga yarashmaydi shim. Yurishi turishi o'zimizga xos. Egnida doimo o'zbekcha libos. Momolar o'tmiga yurakdan ixlos. O'zbekning qiziga qaramaydi kim? O'zbekning qiziga yarashmaydi shim. O'zbekning qiziga qaramaydi kim? O'zbekning qiziga yarashmaydi shim. Juda iqtisodchi hozirgi qizlar, yelka yeng, bel ochiq, kindikda baldoq, gunohlarga botib bormoqda ko'zlar. Oxiratda javob beramiz qandoq? Ko'rganda uyatdan ketaman yonib, atlas kuyla qizni topkim keladi. Qo'limga ilingan lattani olib, ochiq joylarini yopkim keladi. Rahmat, salomat bo'linglar. Endi menda yillar davomida to'plangan bir dunyo latifalar bor. O'shalarda aytaman, bu safar aytaman, u safar qolib ketaveradi. Shuning uchun shu to'planib qolgan latifalardan sizlarga 3-4 ta aytib bermoqchiman. Xullas, 3 ta aka-uka bir yigitni sigir o'g'irlashda gumon qilib urgan ekan, uchastkovoy chaqiribdi. Nimaga urding desa, sigirimizni o'g'irladi. Ko'rdingmi? Yo'q. Eshitdingmi? Bironta aytdimi? Yo'q. Nima uchun urding desa, bilaman, men shu olgan debdi. Bilasana, o'tir uchoving ham debdi. Uchovini o'tkazib qo'yib, hozir debdi-da, shunday tortmadan bitta to'rtburchak qutini olib stol ustiga qo'yibdi. Ani biladigan bo'lsang debdi. Qani, mana shu qutining ichida nima bor? Aytqani debdi. Kattasi qarab turibdi-da, endi quti to'rtburchak, ichidagisi dumaloq debdi. Ikkinchisi aytdi, dumaloq bo'ladigan bo'lsa, ichidagi sariq u debdi. Uchinchisi aytdi, sariq bo'ladigan bo'lsa, limonda u debdi. Uchastkovoyni o'zi ko'rmagan ekan. Ochib qarasa, haqiqatan limon emish. Hali o'g'ri gumon qilingan bolani bitta urib sigir qani deymish. Talabalar haqida juda ko'p hangomalar to'planib qolgan. Domla kirib, imtihonni boshlaymiz. Hozir savol beraman, kim javob bersa 5 qo'yaman. Savol: tok kuchi nima bilan o'lchanadi? Jim. Suv quyganday jim. Tushunarli? Endi kim javob bersa 4 qo'yaman. Tok kuchi nima bilan o'lchanadi? Ampermetr, voltmetr. Jim. Endi 3 qo'yaman, kim javob bersa. Tok kuchi ampermetr bilan o'lchanmasmikin? Jim. Orqadan bittasi, bundan baho olmaymiz bugun deymish. Ikkita do'st sahroda kelayotgan ekan, gap qochib qopti-da. Birinchisi ikkinchisini bir tarsak urgan ekan. Haligi shunda o'tiribdi-da, qumga yozibdi, meni eng yaqin do'stim bir tarsakka urdi deb. Keyin bu yoqqa chiqib bir suvni bo'yiga kelganda, suv ichaman deb boyaga tushib ketsa, do'sti qutqarib olgan ekan, chiqib qo'liga boyaga temirni otib toshga yozishni boshlabdi. Meni eng yaqin do'stim o'limdan saqlab qoldi deb. So'rabdi, nimaga bunday qilding desa, birov yomonlik qilsa qumga yoz. Bir shamol bo'lsin deb o'chib ketsin. Lekin birov yaxshilik qilsa toshga yoz, bir umr esida qolsin. Shunday ekan, toshga yozadigan yaxshiliklar qilish hammamizga nasib etsin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Konsertimiz davom etadi. Biz umuman konsert dasturiga mehmon taklif qilayotganda ijodiga e'tibor beramiz. Mehmonimizni hozir sahnaga sizning olqishlaringiz bilan taklif qilmoqchiman. Marhamat, G'anisher Abdullayev!